Men ensam qotadigan savol. Bugun bilinchik pishirgan ekan, bilinchikda arabcha yozuv foyda bo'pti. O, boshqalarga bering bu savolni. Voshim javob bermayman men bunga. Nima qilib beradi sizga arabcha so'z? Qilib berganda shu paytgacha qilib berardi. Hammang chutli arab bo'lib ketmayapsizlar. Nima bo'lyapti? Nima o'zgaryapti hayotingda qani? Arabcha yozuv chiqibdi. Arabcha o'rganyapsizlar. Arabcha maktabga boryapsizlar. Arabcha yozyapsizlar. Hayotlaringda nima o'zgaryapti? Umrlaring o'tib ketyapti, bo'ldi. Tinch qo'yinglar arablarni. Men ishonmayman bunaqa narsalarga. Men yomon ko'rsanglar ko'raverlaring. Men ishonmayman bunaqa narsalarga. Men qozoq bo'lib tug'ildim-mi, men qozoq bo'lib o'ylam bo'ldi. Bu uchun meni Alloh taolo ushmasa kerak, sen men arabcha o'rganmading deb. Aytaman, men bu o'zim qozoq qilib jaratdim deb. Arab qilib qo'ysam unga bo'ldi. Men shunday aytaman Allohga. Meni qozoq qilib jaratdim, значит, men какой-то bir missiyam bor-da. Значит, men Alloh taolo adashmaydi-ku. Yo, adashadimi ekan? Adashmadi-ku. Men qozoq qilib jaratdi. Men Allohga behisob shukrman aytaman qozoq bo'lib tug'ilganim uchun. Sizni o'zbek qilib yaratdi. Siz xursand bo'ling o'zbek bo'lib tug'ilganingiz uchun. Shunaqa. Va men to'g'ri yo'ldaman. Mana shu gapimga men 100% garantiya beraman. Misol uchun, meni hech kim ishonmaydi, nimaga arabcha o'rganmayapsan deb. O'rganmayman men arabchani. Men qozoqchani 100% bilaman, bo'ldi. O'zbekchani bilaman 100%. O'zbekchani bilganim sababi men O'zbekistonda yashayman-ku. Men o'zbek xalqiga men qozoqman deb turib gapirmayman-ku. Bu ozgina hurmatsizlik bo'ladi. Ancha hurmatsizlik bo'ladi. Shuning uchun men qozoq bo'lganim bilan O'zbekiston davlatida yashagan ekan, men hamma o'zbeklarga men o'zbekcha gapiraman-da. Потому что bu hurmat yuzasidan, hurmat qilaman. Uyda mana oilamda hamma bilan qozoqcha so'rashamiz. Baldarim bilan, qizlarim bilan polniy qozoqcha so'raymiz. Ko'chaga chiqqanda, masalan, mahalla qozoqlarniki hammaga qozoqcha gapiraman, lekin shaharga chiqqanda hammaga o'zbekcha gapiramiz. Nima uchun? Потому что O'zbekistonda yashaymiz. Va bu norma. Men ertaga shu uchun borku, u dunyoda do'zaxga tashlamasa kerak, sen nimaga o'zbeklarga o'zbekcha gapirding, sen arabcha gapirishing kerak demasa kerak menga hech kim.